Eng kulgili joyi borda, yosh bolalar so'ramaydi. Kap-katta shu ko'rsangiz tog'da urib chapa qiladigan erkaklardan chiqadi. Bu yosh yigitlardan emas, kap-katta erkaklardan tushadigan savol. Aka, soch ektirmoqchiman, og'riq yo'qmi, qo'rqyapman. Ukalar, akalar, bir joyingizga bir nina kirsa og'riydi. Tirik insonmizki, og'riydi. Nervlarimiz borki, og'riydi. Albatta, местный anesteziya deymiz, ya'ni mahalliy og'riqsizlantirish. Bu jarayonda shpris yordamida ma'lum bir uchastkalarga og'riqsizlantirib chiqamiz. O'sha og'riqsizlantirish vaqtida qilingan ukolda siz og'riq sezasiz. Mana shu ukoldan keyin o'sha joyda to'liq og'riq yo'qoladi va siz 6-7 soat amaliyot davomida og'riqsiz amaliyotni o'tkazasiz. Lekin birinchi qilgan ukolni sezasiz. Endi ukolni nimaligini menimcha hammamiz bilamiz, chunki yoshligimizda minimum privivka olganmiz. Minimum privivka olganmiz. Yo shamollaganimizda ukol olganmiz. Так что igolkani badanga kirishini chutib qilasiz. Xuddi shunday soch ko'chirib o'tkazish vaqtida donor sohaga ukol qilinadi, ekiladigan joyga ukol qilinadi. Mana shu shprislarni sezasiz. Buni umuman og'riqsiz nol qilishning iloji yo'q. Tirik insonsiz. Eng kichkina, eng nozik o'sha insulinli shprisni kirganini ham sezasiz. Endi bu vahima qiladigan narsa emas. Masalan, insulin zavisli insonlar bor, kunida bir marta o'ziga o'zi ukol qilib yuradi bir umr. Xuddi shunday, xuddi shunaqa shpris bilan boshqa ukol qilib chiqiladi, 6-7 ta muzlab qoladi, ishda davom ettiraveriladi. Og'riq masalasi shu, qo'rqmanglar. Eng kulgili joyi borda, yosh bolalar so'ramaydi. Kap-katta shu ko'rsangiz tog'da urib chapa qiladigan erkaklardan chiqadi. Og'rimaydimi degan so'z. Og'rimaydi. Sabr qilamiz.